ishlayotsanlar, ishlarni kulgili mazah qilasanlar. Mana darsga kechikkan paytimiz ustoz bizani jazolaydi. Qanaqa jazolaydi? Mana stol ko'tarasiz ko'pincha bilasizlar. O'rtada turgan, tez stol ko'tar. Qo'ysin-chi. Ko'tar. Kerak emas. Tur. Kerak emas. Iltimos endi turgan. Eslatmagin shuni. Mana boshqa jazolay bilasizlar, lekin men ko'tarmayman. Chunki men qanaqadir talatlar emasman, to'g'rimi? Qotingni o'zingda. Vallahi bir pas jim turlar, sen sanam qisib turgan. Vohma qilyapsan? Jahling chiqyapti o'zi. Adam kimyo fanida repetitorga yozdirib qo'yganlar. Uni K harfini ham tushunmayman. Vrach bo'larmish. Ada, siz meni odamlar hayotini saqlab qolishim xohlayapsizmi-da? Ha, sizlar o'sha uchun men doktor bo'lmaydi. Voy, bunaqa kuldirishdachi men huquq muharririda konsert beraman deb stand-updan. O'rtoq, qiyin u. O'zbekistonda stand-up orqali o'tala olmaysan. Stand-up hali rivojlanmagan bo'lsa, nima deyapsan? O'sha televideniyada stand-up ketyapti-yu. Yaqinda men video jo'natdim o'shalarga. Agar kastingdan o'tib ketib qoladigan bo'lsam, syomkalarga chiqibchi, zezlab ketaman, zez. Maqossanlar sir darsingga. Hoppa polvoni. Shunaqa qilib. Nima bu? Yo, Doroke. Men semirib ketganingni qaragin. Ozish kerak, ozish.